Yana bitta savolga javob berishga harakat qilaman. Kuzatuvchimizdan savol kelib tushgan, ya'ni oldin RC qildirgan ekanlar, aritmiyalari qaytalanibdi, yana RC ikkinchi marta qilsam bo'ladimi deb savol so'rashgan. Albatta bo'ladi. Demak, RCda qaytalanishining asosiy sababi bu o'sha o'choqni yoki qo'shimcha yo'llarni, xullas muammo joyining chala kuyishida. Hamma kasalda ham 100% kasalda ham biz demak to'liq kuydira olmaymiz. 90-95% holatlarda kuydirgan joyimiz kasalga bir umrga yetarli bo'ladi. Ba'zi bir 5% bemorlarda kuydirgan joyimiz chalaligi uchun 1 oy 2 oydan keyin o'choq qayta ishlashi mumkin. Bunaqa holatlarda demak hech ham tushkunlikka tushish kerak emas. Ikkinchi marotaba yana RC kelish kerak va doktor demak o'sha joyga kirib endi yuz emas chuqurroq ishlab ishingizni bitirib berishga harakat qiladi. Shuning uchun ikkinchi marotaba RC kirishdan hech ham qo'rqmang. Bu qo'rqinchli protsedura emas.